Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 5-chi faqat eshitaman sizni. Hurmatli operator, ism familiyangiz kim? 25-chi mutaxassisman. Ha, 25-mutaxassis. Bir narsaga oydinlik kiritmoqchi edimda, telefonda gaplashib turadim men. Bir narsani so'rab olmoqchi edim. Soliq mobil ilovasi orqali ariza yuboramiz-ku, Quyoshli xonadon dasturi bo'yicha. Ha. Shunga ariza jo'natganda kadastrlarni ko'rsatib yuborsa, kadastr ma'lumotlari soliq mobil ilovasida ko'rinsa, u kishi davlatga quyosh paneli qo'yib energiya toki sotib biladimi fuqaro? Agar Quyoshli xonadon sizni nomingizga olingan bo'lsa, o'sha ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz kelgan bo'lsa soliqqa, hammasi hit buildingda, hammasi ro'yxatda turgan bo'lsangiz, soliq ilovasida o'sha iste'moldan ortgan subsidiya summangiz ko'rinishi boshlaydi. Tushundim. Men quyosh paneli qo'yishim uchun soliq ilovasida kadastr ma'lumotlari bo'lsa, quyosh paneli qo'yib bilamanmi? Ya kadastrimning o'zi bo'lmasa, lekin kadastr ma'lumotlari bazamda bo'lsa, soliq mobil ilovasida kadastr bo'lsa, ma'lumotlari topilsa, men quyosh paneli qo'yib bilamanmi? Yo'q, soliq ilovasi Quyoshli xonadonni qo'yish soliq ilovasiga bog'liq emas. Uni hududiy soliq inspeksiyasi bilan hududiy o'sha elektr tarmoqlariga borib so'raysiz. O'sha ikkalovi ma'lumotlarni bir-biriga uzatib to'g'rilasa, kadastr ma'lumotlaringiz hammasi kiritilsa elektr svetga, keyin oxirida u faqatgina soliq ilovasida siz uni ko'rasiz. Uni kiritish yoki bo'lmasam kadastr ma'lumotlaringizni o'tdan ko'rsatish jarayonlari soliq ilovasidan shakllanmaydi. Siz uni ma'lumotlaringizni elektr svetga taqdim qilasiz. Soliqdan o'sha ma'lumotlarni bir-biriga integratsiya qilinadi. Integratsiya qilingandan keyin har oy hit buildingingizda o'sha necha pul iste'moldan ortgan summalaringiz ko'rinishi boshlaydi. O'sha jo'natib beradi soliqqa. O'sha summa keyin sizni soliq ilovangizni ko'rinadi. U siz faqat o'tdan sizni nomingizdagi uyga o'sha o'rnatgan quyoshli xonadoningizni iste'moldan ortgan har oylik o'sha har kunligini o'sha anaqasini ma'lumotini ko'rib borishingiz mumkin. Ularni bilamiz, opa. Qarang. Soliq mobil ilovasida kadastr ma'lumotlari chiqsa, men ariza berib quyosh panelidan tok ortgan tokni sotib bilamanmi? Sotib olasiz. Agar olgan bo'lsangiz, o'zingiz nomingizda, uy o'zingiz nomingizda bo'lsa, kadastr hamma narsa o'zingiz nomingizda bo'lsa, quyoshli xonadondan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, qilsangiz bo'ladi. Eshitdingizmi?